dastlab yomg'irlar mana ketidan chiroyli qishga yarashadigan mana shunday qorlar yog'ildi. Inshaalloh bu yog'ib turgan yog'ingarchiliklar hammamizga rizq, hammamizga inshaalloh rahmat bo'lsin. Turli samoviy, aroziy ofatlardan, falokatlardan Alloh o'zi asrasin. Inshaalloh bu qish mavsumlarimiz shunday risoladagidek o'tishligi Xudo xolasa bizga bu ne'mat bu. Shukrimizni bardavom qilamiz, duomizni inshaalloh davomiy qilamiz. Xudoyim barcha ne'matlaridan o'zi hammamizni o'zi siylasin, Alloh rahmimizni yesin. Xudoga onson. O'rni to'lib ketadi dedik, Xudoga shukr, sekin-sekin to'layapti. Betoqat bo'lmaymiz inshaalloh. Bugungi juma mav'izamizda hammamizga zaruriy bo'lgan, kerakli bo'lgan masjid odoblari haqida so'z yuritamiz. Bu masalani namozni endi boshlagan insonlar ham, boshlamoqchi bo'lgan insonlar ham uni bilib, unga rioya qilishliklari zarur bo'ladi. Buni eshitib olsak, yana bir yangilab olamiz, yana o'zimizni isloh qilib olamiz. Bizda va boshqalarda bo'lib turgan o'sha xatolarimizni, kamchiliklarimizni tuzatishlikka harakat qilamiz. Tuzatishligimiz oson bo'ladi. Chunki bilib anglab olsak, qilayotgan o'sha amallarimizni savobini, darajasini va qilsa gunoh bo'ladigan ishlarni farqlashligimiz oson bo'ladi. Masjid so'zi demak lug'atda sajda joyi, sajda makoni deb nomlanadi. Masjid degani shu. Sajda qilinadigan joy. Bilishlikka ham oson, tushunishligimiz ham oson. Sajda qiladigan makon. Ya'ni o'sha peshonani sajdaga qo'yib Xudoga ibodat qiladigan joy. Shu ma'noni anglatadi. Ulamolar istilohida esa 5 vaqt namoz ado etiladigan makon bu masjid deyiladi. Masjidlarni ehtirom, hurmatlashlik yuzasidan Baytulloh deyiladi. Ya'ni Allohning uyi deyiladi. Buni Xudo yashaydigan joymikin? Xudo shunga muhtojmikin? Alloh yashaydigan bu uy bo'lsa, Allohning o'zi qayerda degan savollardan, o'y-xayollardan yiroqda bo'lamiz. Unga taqoslamaymiz. Demak, makonligini, sajda qiladigan maskan ekanligini bildik va uning o'sha haybati, salobati, mavqei darajasi Baytulloh ekanligini ham yaxshilab tushunib olishligimiz kerak. Zero masjidning devorlari va ustunlari Alloh taoloning nomi bilan qurilgan. Bu birov yashashlik uchun yoki boshqa maqsadda qurilmagan. Bu binoni barpo qilinishligidan maqsad o'sha mehrobiyu bu ustunlari, devorlari, gumbazlari hammasi o'sha Allohning nomi bilan qurilgan. O'sha minoralarni salobatli bo'lib turishligi, azon yangratishlik uchun qilingan. O'shani bilishligimiz kerak. Unda Alloh taologa ibodat qilinadi va u zot ulug'lanadi va maqtaladi. Unda ruku va sajdalar qilinadi. Bu borada Qur'oni Karimda bunday bayon qilingan. Bismillahirrohmanirrohim.
va innal masajida lillahi fala tad'u ma'allohi ahada. Alloh taolo muborak kalomida Jin surasining 18-oyatida shunday marhamat qilgan. Albatta barcha masjidlar Alloh taolonikidir. Bas Allohdan boshqaga duo qilmang. Ya'ni so'rashlik, ibodatimizni qabul bo'lishligi va barcha ehtiyojlarimiz, dunyoni saodati, oxiratdagi fazilatlar va Xudoy taoloni mehribonchiligi faqat Alloh taolodan so'ralinadigan joy, maskan hisoblanadi. Mo'min odam Allohning uylarini ham ma'naviy ham moddiy obod qiladi. Ma'naviy obod qilishlikni hammamiz yaxshi bilamiz. Ya'ni ibodatga qatnashishlik, unda solih amallarni, duolarni, zikrlarni, tilovati Qur'onlarni ko'paytirishlik bu ma'naviy obod qilishlikdir. Mana shu safda qo'shilishligimiz bu ma'naviy obod qilishligimiz. Endi moddiy obod qilishligimiz esa o'sha masjidni pokizaligi, chiroyi, ko'rki, ziynati uchun qilingan ishlar, vazifalar. Odamlarga, o'sha ibodatchilarga qulay sharoitlarni yaratishlik. Mana issiq joynamoz ustida o'tiribmiz. Hamma yoq ko'rkam. Bu demak moddiy obodlik hisoblanadi. Hissa qo'shishligimiz, masjid uchun ehsonlarni qilib sarflab turishligimiz va hokazo. Alloh taolo bu haqda shunday marhamat qilgan. Allohni masjidlarini faqat Allohga va oxirat kuniga iymon keltirganlar va namozni mukammal barkamol o'qiganlar, zakot beradiganlar va Allohdangina qo'rqqan kishilar obod qilurlar. Ajab emaski, aynan o'shalar hidoyat topuvchilardan bo'lsalar, albatta bo'ladilar ham. Allohdan haqiqiy qo'rqadiganlar, oxiratga iymon keltiradiganlar, namozni mukammal, benuqson ado etadiganlar, zakotlarni o'rnida, egasiga, vaqtida beradiganlar. Bunday kishilar demak Allohning baytini obod qiladiganlar va ajab emaski, ana o'shalar hidoyat topuvchilardan bo'lsalar. Masjidlarni obod qilishlik, toat, ibodatlar hamda o'sha masjidlarni yaxshilab qurib, ta'mirdan chiqarib va uni pok saqlab muhofaza qilishligimiz bilan bo'ladi. Ya'ni uni saqlashligimiz bilan, uni tozaligiga rioya etishligimiz bilan bo'ladi. Asrab avaylashligimiz bilan bo'ladi. Chunki qancha sarf xarajat qilinadi, qancha xizmatlar bo'ladi. Buni qadrlashligimiz kerak bo'ladi. Alloh taologa cheksiz hamdlarimiz bo'lsinki, yurtimizda inson qadrini ulug'lash, xalqimizga munosib ma'naviy muhit yaratishlik borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilyapti. Ayniqsa davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan masjidlarimiz va ularni obod qilishlik va ularni xalqimizga munosib holatga keltirishlik, bu yo'llardagi ishlar alohida e'tiborimizga molikdir. Qaysi bittasini aytamiz? Ilgari
bunday bo'lmagan. 30 yil oldin, undan ko'proq yillar oldin ham juda xunuk, ayanchli holat bo'lardi. Ilgari shu yerda dastlab masjid bo'lgan bo'lsa, keyinchalik o'sha u buzilib, vayron qilinib, o'sha qabristonni ichiga kichkina bir shiyponga o'xshatib qurib qo'yilgan. Qibla tomonida xristianlar qabristoni va ichida hovlisida musulmonlar qabristoni. Ba'zi birlar o'zimizga o'sha imom bo'lib ishlagan chog'imizda domla kelishga qo'rqamiz. Ayniqsa kechqurun xufton taravih namozlarida uyda o'qib olsam bo'ladimi? Qo'rqaman deyardi. Shunday holatlar bo'lgan. Hozircha alhamdulillah shunday ko'rkam masjidlar tiklanib, zamon yaxshilanib, imkoniyatlar ochilib, bunday joylar bino bo'lib barpo bo'lishligi biz uchun bu baxtdir. So'nggi yillarda yurtimizda bir nechta yirik masjid va ziyoratgohlar obodonlashtirilyapti. Birgina Samarqand viloyatida barpo etilayotgan o'sha Imom Buxoriy majmuasini oladigan bo'lsak, hali borib ko'rishlik, to'g'ri ilgari borib ko'rganmiz. Keyin ta'mirdan chiqqandan keyin hali borishlik nasib qilgan yo'q, chunki imkoniyatimiz bo'lmadi. Borganlar oramizda topiladi, bor. Biz faqat o'sha suratini, o'sha tasvirini ko'rdik. Ko'rib qilingan ishlarga og'zimiz ochilib qoldi. Hayron qoldik. Ilgari bunday holatlarni o'sha boshqa joylarda o'sha suratini ko'rganimizda havas qilardik. Hozir mana alhamdulillah o'zimizda bu ishlar amalga oshirilibdi. Bu majmuaning umumiy maydonini qancha deydigan bo'lsak, 44 gektardan ziyod. O'z ichiga o'sha mahobatli maqbarani oladi. 10 ming kishiga mo'ljallangan katta ulkan masjid va hamda Allomamiz tarixiga bag'ishlangan zamonaviy muzey barpo etildi, bunyod etildi. Shubhasiz bu yurtimizdagi rivojlanish va yangilanishlikning nishonasidir. Bunga ko'z yumib bo'lmaydi. Ozgina ko'zi ko'radigan odam ham o'zi tan bermasdan iloji yo'q. Chunki boshqa yurtdagilar, bu ishlarni ko'rganlar, ichida bo'lganlar ham qoyil qolishyapti. Aslida bu qoyil qolishga biz ko'proq haqliroqmiz. Masjidlarni obodonlashtirish fazilati haqida ham janob payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar. Man bana masjidan lillahi ta'ala banallohu lahu baytan fil jannah. Kim Alloh taolo uchun bir masjid qursa, barpo qilsa, Alloh uning uchun jannatda bir uy quradi, ya'ni bir qasrni barpo qiladi dedilar Imom Muslim rivoyatlarida. To'g'ri, bir kishini qurib bitkazishligi u ham mumkin bo'lar. Lekin ko'p masjidlarimiz o'sha homiylarni mablag'iga, ularni harakatidan qurib bunyod etilinadi. Namozxonlar o'zlarini qo'lidan kelgancha hissalarni qo'shishadilar. Biz umid qilamiz, Alloh taolo o'sha himmat qilgan, muruvvat ko'rsatgan, yordami tekkan insonlarga payg'ambarimizni
bu muborak hadislari inshaalloh taalluqli bo'lsin. Jannatda har bir o'sha infoq bergan, xizmati bilan ko'mak berganlarga ular uchun bir qasrlarni, uylarni barpo bo'lishligini Allohdan tilaymiz va umid qilamiz barchamiz. Alhamdulillah bugungi kunda yurtimizda respublikamiz bo'yicha 2147 ta masjid faoliyat olib boryapti. Bu jamiyatimizdagi diniy, ma'naviy hayotning yuksalib borayotganligiga dalolatdir. Shundan 330 tasi o'sha qulay namozxonlarimizga sharoit yaratishlik uchun qayta qurilib va hamda ta'mirlash ishlari olib borilyapti. Mana tumanimizda 18 ta masjid bo'lsa, yana bittasi Jambulda qurib bitkazildi. U ham ochilish arafasida turibdi. 19-chi bo'ladigan bo'lsa, deyarli aksariyat masjidlarimiz yangitdan bino bo'lib, ta'mirlanib, mo'min musulmonlar bizni ixtiyorimizga inshaalloh topshirildi. O'sha chekka-chekka qishloqlarimizda ham masjidlarimiz zamonaviy, ko'rkam, qulay sharoitlarga ega bo'lgan, bag'riga ko'p namozxonlarni, jamoatni sig'diradigan masjidlarimiz barpo bo'ldi. Masjidlarimiz obodligiga bo'lgan bu e'tibor shubhasiz o'sha muqaddas dinimizga va uning qadriyatiga bo'lgan ehtiromning yorqin ko'rinishidir. Zero masjidlarni obod qilishlik bu avvalo inson qadrini ulug'lash, uning ruhiy ma'naviy ehtiyojlarini ta'minlashlikdir. Shuning uchun ham hukumatimiz tomonidan bu yo'nalishda qilinayotgan ishlar xalqimiz manfaatiga xizmat qiluvchi xayrli ishlardandir. Masjidlar qanchalik sharafli joy ekanligidan kelib chiqib, shariatimizda namozxonlar uchun odoblar, sunnatlar va ahkomlardan iborat ko'rsatmalar ham bor. Quyidagi so'zimizda ushbu ko'rsatmalardan ayrimlarini zikr qilib o'tsak, inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Masjidga birinchisi, masjidga borishdan oldin ziynatlanish. Ya'ni ibodat uchun 5 mahal namoz uchun jamoatga yoki juma namozlariga borishlik uchun demak ziynatlanish. Masjidga bormoqchi bo'lgan kishi imkoni boricha o'sha toza kiyim kiyishligi va xushbo'ylanishligi va misvok orqali tishlarni hilol qilishligi, ya'ni tozalashligi, yuvishligi maqsadga muvofiqdir. Alloh taolo muborak kalomida A'rof surasining 31-oyatida shunday marhamat qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Ya bani adama khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ey odam avlodi, har bir masjid namoz oldidan zinatlaningiz, pok kiyimlaringizni kiyib olingiz. Kiyim ustuvosh namozxonniki har jihatdan pokiza bo'lishligi kerak. Ya'ni ehtiyot saqlangan har xil najaslardan, chang, g'ubor kirlardan demak pokiza bo'lishligi kerak. Namozxon odam nafaqat o'zi, balki o'sha yonidagiga ham ozor yetadigan darajada bo'lishligi kerak emas. Masjidga toza, xushbo'y, ifor bilan kirgan kishi izzat ikromda bo'ladi. Shunday ekan, namozxon kiyim kechagida va yemak ichmagiga yoqimsiz hidlarni o'zidan uzoq bo'lishligini, badani yoki kiyimidan keladigan har qanday
yomon hidlar bilan namozxonlarga ozor bermasligi zarur bo'ladi. Jobir roziyallohu anhu da rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar: kim piyoz, sarimsoq, chesnok va ko'k piyoz kabi o'simliklardan iste'mol qilgan bo'lsa, masjidimizga yaqinlashmasin. Chunki farishtalar odam farzandi ozor chekadigan narsalardan ozorlanadi deganlar Imom Muslim rivoyatlari. Buni hamma ko'pchilik namozxonlarimiz eshitganlar va qo'lidan kelgancha taqvolari bilan unga amal qiladiganlar ham Xudoga shukr ko'p. Eshitmaganlar eshitganlaridan keyin bunga amal qilsalar, inshaalloh maqsadga muvofiqdir. Kim shifo uchun uni iste'mol qilishlikka harakat qiladi yoki shifokor buyuradi, shu holatda nima qilsin? O'zini ehtiyot qilib saqlasin. Mayli, saqlash yo'llari ko'p, juda ham ko'p. Birov maska taqib oladi, birov shu bir kun, yarim kun jamoatdan o'zini saqlab tiyib turadi va hokazo shunga o'xshagan ishlar. Boyagini iste'mol qilgandan keyin ayniqsa ichdan nafas chiqqan paytda bir kekirgi bo'lib qoladi. Yonidagi odam ko'rganmiz, namozini tashlab keyingi orqa safga o'tib olganlarni ham ko'rganmiz. Bu karohiyatmi? Ozor berishlikmi? Bundan dinimiz qaytaradimi? Qaytaradi. Boyagi odamni namozi buzilishlikka, karohiyatli bo'lishlikka sababchi bo'lib qolyapmiz, bu bo'lib qolyapmiz. Shu uchun ehtiyot bo'lamiz. Ayniqsa o'sha yozlarda, qishda ham bo'ladi, o'sha qalin kiyim kiyishlik oqibatida yoki terlab ishlab kelgan odam chopib jamoatga kelib qo'shilib qolsa, har xil o'sha badbo'y chiqishlik holatlari ham bo'lib qoladi. Bu odam shunaqa ekan deb haligi yoningizdagi namozxon odam o'tib ikkinchi odamga aytsa, ular g'iybatingizni qilib qo'ygan bo'ladi, gunohkor bo'ladi va bu ozori tufayli haligi odamni demak o'sha safni tashlab ketishligiga sababchi qilib qo'ygan bo'lamiz. Shu uchun namozxon odam xushyor va ziyrak va pokiza bo'lishligi kerak. Uni yaxshilab eshitgan odam buni qulog'iga quysin. Men uchun gapirmayapti, shaxsan ismim zikr qilinmadi, otim zikr qilinmadi demasin. Hammamizga taalluqli. Menga ham taalluqli, shu yerda qatnashib turgan minglab odamlarga ham taalluqli. Shu kifoya qilsin. Oldindan bilsin. Kechadan bilsin, jamoatga boraman. 5 mahal namozga boraman, jumaga chiqaman deb turib nafsni tiysin. Bu tiyishligi oson, tiyib yurgan odamlarga oson, yengil, demak harakat qilishligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bekorga muborak hadisni, bu holatni, bu karohiyatni aytib bayon qilayotganlari yo'q. Ikkinchisi, masjidga ohista yurib kelishlik. Ya'ni o'sha shoshmasdan, birovga ozor yetkazmasdan, birovni turtmasdan. Masjidga borganda imkon qadar piyoda kelishlik. To'g'ri, endi hozir hamma tayyor, dastyor mashinamiz turibdi. Minib borgimiz keladi yoki ishimiz, vazifamiz shunga bog'liq. O'shani ham bir chekkaga, birovga xalaqit bermaydigan joyga qo'yib, birovni urintirmasdan,
ozor halal yetkazmasdan qo'yadigan bo'lsak va shunday tutadigan bo'lsak, albatta dinimizni talabini qilgan bo'lamiz. Zero masjidlari bosilgan har bir qadam uchun ajr yozilishligi, gunohlarga kafforat bo'lishligi hadislarda albatta va'da qilingan. O'sha yo'lda birovni yo'lini to'sib qo'ymasdan, boshqalarga, Xudoga shukr, bizda hali ham katta yo'llar bilan bog'liq emas masjidimiz joylashgan joy. Lekin ba'zi bir o'sha katta yo'llar ustiga yonida qurilgan masjidlarda bunday holatlar ko'p uchraydi. Vaziyat har xil. Shu uchun o'shani inobatga olib, birovga zararimiz ham tegmasin, o'zimiz ham birovdan bizga ham zarar yetib qolmasin. Chunki yo'l ommaning mulkidir. Unda boshqalarga ozor yetkazmaslik dinimiz talabidandir. Namozga kelayotgan musulmon shoshmasdan, sokinlik va viqor bilan yurishligi kerak bo'ladi. Hatto namozga iqomat takbiri aytilsa ham shoshmasligimiz darkor bo'ladi. Bu borada payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yana muborak hadislarida shunday deganlar: namozga iqomat takbiri aytilsa ham o'zingizga sakinatni lozim tuting. Ya'ni o'zingizga sakinatni lozim tutgan holatda yuring deyaptilar. Bas ulgurganingizga imomga ergashib namozni o'qing. Qaysi rakatda, qaysi holatda demak imomni topadigan bo'lsangiz, o'sha holatda ergashing. Namozni yetkazib olish, to'ldirib olishni namozxon yaxshi biladi. To'g'ri, endi yangi kirganlar bilmasligi mumkin. Lekin bilib olishlik lozim bo'ladi. Bir rakatini topa olmasa nima qilish kerak? 2 rakatiga yeta olmagan bo'lsa nima qilish kerak? Imom rukuda, sajda turganda bo'lsa nima qilishligimiz kerak? O'shani bilib olishlik kerak. Qanday qo'shilib va qanday qolgan rakatlarni tugatishligini bilib olishlik kerak. Yetmagan joyiga demak o'sha o'tkazib yuborganni to'ldirib qo'shib o'qib qo'yishlik kerak. Masjidga kirayotgan ayrimlarning o'sha shoshilishi va namoz o'qiyotganlarni bezovta qilishligi xato hisoblanadi. Ya'ni birovni vahimaga tushirib qasra qusur do'pir qilishlik kerak emas. Chunki namozdagi boshqa odamni huzusini, xushusini yo'qotib qo'yishlikka sabab bo'ladi. Ketib qolishligiga sababchi bo'lib qoladi. Namozxonni o'sha dovushlarni, ohanglarni qattiq ko'tarilishligi namozxonni chalg'itib qo'yishligi mumkin. Ba'zi bir holatlarda o'sha namozxon ustidagi kiyimini yechib qo'yadi-da, esdan chiqib qolgan, shoshib kelgan, telefon, muzikani, to'y o'tkazadigan muzikani qo'yib qo'ygan, ba'zi birlar xorijnikini qo'yib qo'yadi. Endi quloq qoqib namozga kirishadi. Bu yerda namozxonlar namoz o'qiyadi, imomga iqtido qilib qo'ygan, namozni ham buzolmaydi. Hayron, qani endi to'xtasa, qani unga telefon qilayotgan birodari, oila a'zosi namozni vaqtini his qilsa, bilsa, jamoatga borgan bo'lishligi mumkin. Namoz o'qiyotgandir, ko'tara olmayapti deb turib qisqa qilib qo'yib, keyinroq qilaman deb 5-10 daqiqadan keyin masjiddan chiqqandan keyin qilsa, qilmaydi-da. Qayta 10 martalab, 20 martalab. Ba'zi birlar voy irodasi sustlik qilib qolganlar, o'chir deb yorganlarni shu mehrobda eshitganmiz. O'chirasanmi, yo'qmi? Namozimizni buzyapsan-ku deb yorganlarni ham eshitganmiz. U odam namoz buzildi. Chunki gapirib yuryapti-da. Buziladi namoz. Birovning namozini buzilishligiga sabab bo'ladi.
Shu uchun bu ishlarni hamma ko'rinishi demak mumkin emas. Bilmay qoladida deydi. O'sha bilmay qolmasin deb turib ba'zi bir masjidlarga yozib ham qo'ydik. O'chirib kiringlar telefonlaringni deb. Yozib ham qo'ying. Qanday bilmasligini. Oramizda shu bola bog'cha bormi? Yo'q. Bugun namoz o'qiyotgan bormi? Yo'q. Yillardan beri o'qib yurganlar. 10 yil tajribaga ega bor, 20 yil, 50 yildan beri namoz o'qib yurganlar bor. To'g'ri, banda xatodan xoli emas, lekin ziyraylik ham yaxshi, fazilat bu. Ziyrak bo'lsa o'rganib qoladi o'zi odam. Shu xonasiga yoki mashinasiga yoki uyiga qo'yib o'sha ibodatga kelayotganligini bilib turib kelsak bo'ladi. Ana hozir menda ham bor, soatni ko'rish uchun qo'yib qo'ydim peshonamga. Vaqtam bo'lib qoldi. Lekin tovushni o'chirib qo'ydim. Shuning uchun ehtiyot bo'lamiz. Bu masalalar to'g'risida inshaalloh har juma gapirsak arziydi. Chunki namozimiz benuqson, bekami ko'st ado bo'lsa, inshaalloh Allohning dargohida qabul bo'lsa, bizni inshaalloh baxtimiz, xatolarni, kamchiliklarni, karohiyatlarni Alloh taolo o'zi kechirsin, avfi etsin va barchamiz o'sha xato kamchiliklarimizni to'g'rilab, o'zimizni anglab olishligimizni va haqiqiy namozxonga loyiq bo'lishligimizni ham Allohim nasib etsin. Shu o'rinda bir narsani haqqimizga inshaalloh duo qilib qo'yaylik. Alloh tabaraka va taolo mana ko'pchilik ila duoga qo'l ochdik, qilayotgan duolarimizni Allohim ijobat va mustajob qilgin. Bemorlarimizga Allohim shifoi komillar ato qilgin. Hojatmandlarni Alloh hojatini ravo, mushkullarni Alloh oson, qarzdorlarimizga Alloh o'zing halolidan yetkazgin. Parvardigor farzand talabida bo'lganlarimizga solih va soliha farzandlardan Alloh nasib etgin. Hech qachon tirnoqazor qilmagin. Farzand dog'ini ham Allohim ko'rsatmagin va barchamiz biz namozxonlar hammaga chiroyli ibrat bo'lib, masjid odoblariga rioya qilib, Xudoy taoloning fazli marhamatiga, karamiga dohil muyassar bo'lishligimizni Allohim o'zing nasib etgin. Qilayotgan ibodatlarimizni Alloh qabul aylagin. Robbana hablana min azvajina va zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama bi rahmatika ya arhamar rohimin.